Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Hammalarning mush vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmasining tafsilotida bo'lsin. Antony Blinken Uyg'urlarga davlat xalq besim qilishga chetishli Xitoy amaldorlarini jazolaydiganligini e'lon qildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 21 mart kuni Uyg'urlarga davlat xalq besim qilishga chetishli Xitoy amaldorlarini jazolaydiganligini e'lon qildi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning bevosita imzosi bilan e'lon qilingan bu uqtirishda mundaq deyilgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligimiz Xitoy Xalq Jumhuriyatining Xitoy chegarasi ichi va sirtidagi, jumladan Amerikani o'z ichiga olgan har qaysi allarda turayotgan osonlik millatlar va diniy osonlik guruhlar, diniy va ruhoniy kishilarga qaratgan bostirish harakatlariga qarshi harakat qo'llanadi. Uningda yana mundaq deyilgan. Amerika Xitoy amaldorlarining osonlik millatlarga, diniy osonliklar a'zolariga va shundoqli bexatarlik izlab Amerika qatorliq chet ellarga chiqqanlarga ham shundoqli bu xalqlarga vakolatan so'z qilib, dardini anlatayotgan Amerika fuqarolariga parokandalik silish, qo'rqitish, ta'qib qilish va tutish harakatlarini rad qiladi. Biz dunyoning har qaysi joylarida kishilik huquqni qo'llashga va'da beramiz. Hamda barliq diplomatik va iqtisodiy tadbirlarni ishlatib, javobgarlikni surishtirishni ilgari suramiz. Xitoy hukumatining chet ellarda yurgizayotgan, jumladan Amerikada yashaydigan oz sonliq millat a'zolari, o'qituvchilar, kishilik huquq faoliyatchilari, jurnalistlar, e'tiqodchi omma qatorliqlarga besim qilishga qatnashgan yoki qatnashgan deb qaralgan Xitoy amaldorlariga viza cheklamasi qo'yishni nishon qilgan bu bayonotda Uyg'urlar bevosita tilga ilingan bo'lib, uningda mundaq deyilgan. Biz Xitoy Xalq Jumhuriyati hukumatini davlat xalqigan bostirish harakatini to'xtatishga yana bir qitim chaqiramiz. Jumladan Xitoyning Amerikalik Uyg'ur faoliyatchilarini, Amerika xalqiga xizmat qilayotgan Uyg'urlarni jimoqtirishga urinish harakatini va bu Uyg'urlarning Xitoydagi oila a'zolarining chegaradan chiqishini to'siq qilmishini oxirlashtirishini talab qilamiz. Mazkur bayonot yana Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyati tilga ilinib, Amerika Xitoy hukumatining o'ch ilish tahdidiga qaramay botirlik bilan so'zlayotganligini qo'llaydiganligini ta'kidlaydi. Biz Xitoy hukumatining Xinjiangda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatini, Tibetdagi bostirish siyosatini, Hong Kongdagi negizlik huquqlarga zarba berish harakatini, shundaqla diniy erkinlikka daxl tarz qilishni o'z ichiga olgan kishilik huquq dafsandichiliklarni oxirlashtirishga chaqiramiz. Biz xalqaro jamiyat bilan davomli hamkorlashib, Xitoy, Amerika va dunyoning boshqa joylaridagi vahshiylik va kishilik huquq dafsandichiliklarda roli bo'lgan Xitoy hukumati amaldorlarining mas'uliyatini surishtirishni ilgari suramiz deyilgan. Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi Amerikadagi va boshqa davlatlardagi Uyg'urlarning Xitoyning chegara halqigan bisimiga uchrash masalasini tekshirib vaqtida doklad tayyorlagan edi. Ular bugun e'lon qilgan yozma bayonotida Amerika Tashqi ishlar ministrligining bu masalada amaliy qadam olganligini tabriklagan. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Uyg'urlarga munosabatli bo'lgan yuqoridagi bu qarorni e'lon qilishdan sal ilgari Amerikadagi Yahudiy qirg'inchiligi xotira muzeyida o'tkazilgan maxsus axborot yig'ini orqali Burma armiyasining Rohingyalarga qaratgan qirg'inchiligi rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik deb jakarlagan edi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken yig'indagi nutqida Uyg'urlarga qaratilayotgan irqiy qirg'inchilikni tilga olgan. U mundaq degan: Yaqinqi bir necha hafta ichida men dunyoning har qaysi joylaridagi diplomatlar bilan Ukraina masalasi haqida paranglashgan vaqtimda, ular Ukraina xalqini qo'llaydiganligini ifoda qilish bilan birga, dunyoning boshqa joylaridagi vahshiylikka uchrayotganlarni unutib qolmaydiganligini ta'kidlashdi. Masalan, Xinjiangga o'xshash Xitoy hukumati davomli Uyg'ur musulmonlari va boshqa oz sonliq millat to'piga qarshi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilyapti. Vahshiylikning ziyonkashligiga uchraganlar bilan bir sabti turish bugun meni bu yerga elib keldi. Tashqi ishlar ministri bo'lish sifatim bilan mening bir mas'uliyatim Amerikaga vakolatan vahshiylikning sodir qilinmaganligini belgilashdir. Yahudiy qirg'inchiligidan boshqa Amerika 7 irqiy qirg'inchilikni belgilab chiqqan edi. Mana bugun buning 8-si, ya'ni Burma armiyasi Rohingyalarga qarshi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazdi deb bekitdim. 22 martdan 23 martgacha Pokistonning poytaxti Islomobodda chaqirilgan Islom hamkorlik tashkilotining 48-navbatlik tashqi ishlar ministrlari yig'iniga Sharq Turkiston musulmonlariga qarata rahimsizlarcha irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan mustabid Xitoy hokimiyatining tashqi ishlar ministri Wang Yining so'z qiluvchi sifatida taklif qilinishi, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining va chet ellarda faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarining intayin kuchli noroziligini qo'zg'adi. Mazkur yig'in boshlanishidan bir kun burun, ya'ni 21 mart kuni Dunyo Uyg'ur qurultayi bu munosabat bilan maxsus bayonot e'lon qilib, Xitoy hokimiyati Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan bir paytda Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yining bu yig'inga so'z qiluvchi sifatida taklif qilinishi, Islom hamkorlik tashkilotining musulmonlar orasidagi ishonchini va xalqarodagi obrazini og'ir darajada zedilaydi deb ko'rsatdi. Bayonotda Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa apandi mundaq deb ko'rsatdi: Islom hamkorlik tashkilotining yig'iniga bir Xitoy vakilining qatnashi Xitoyning islom ellari hukumatlariga qaratgan besim va majburlash ta'sirining kuchli bir ifodasidan iborat. Agar Islom hamkorlik tashkiloti islom dunyosining ishonchli bir ovozi bo'lishni orzu qilsa, u holda Sharq Turkistondagi millionlagan Uyg'ur va boshqa musulmon xalqlar tortayotgan zulmlarni nazardan saqit qilib o'tmasligi lozim.
Qurultayning bayonotida yana bu navbatlik islom hamkorlik tashkiloti yig'inining asosli kun tartiblarining birining mazkur tashkilot tarafidan e'lon qilingan 2021-yilda islomga qarshi hodisalar haqidagi dokladini muzokara qilish ekanligi. Afsuski islom hamkorlik tashkilotining tor betida e'lon qilingan mazkur dokladda Xitoyning Sharq Turkistonda muqaddas islom dinimizga qilayotgan dushmanliklari va Uyg'urlarni asos qilgan musulmon xalqlarga yurgizayotgan vahshiyliklarining qilcha tiliga ilinmaganligi qattiq tanqidlandi va millionlagan Uyg'urning diniy e'tiqodi sababli jazo lagerlariga va turmalarga qamalganligi, masjid va mozorliqlarning chiqib tuzlanganligi eskartib o'tildi. Qurultayning bayonotida islom hamkorlik tashkilotining Wang Yini mazkur yig'inga taklif qilish orqali Xitoyning yuqoridagi zulmlarga vositali qoldi sherik bo'lishning o'rniga Xitoyning turli besimlarga bo'yin egmay, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi sukutini buzishi va xalqaro jamoatchilikning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi elib berayotgan o'rtaq harakatiga aktivlik bilan qatnashishi lozimligi ta'kidlandi. İslamobodda chaqirilgan islom hamkorlik tashkilotining 48-ci navbatlik tashqi ishlar ministrlari yig'inida Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yining ko'ziga qadilib turib, Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasini mardonalik bilan tilga ilib Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan zulm siyosatini ayblagan birdan-bir kishi Turkiyaning tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu bo'ldi. Mavlud Çavuşoğlu 22 mart yig'inning tunji kuni qilgan so'zida Sharq Turkiston musulmonlarining besim va zulm ichida yashayotganligini ta'kidlash bilan birga butkul islom dunyosini bu xil zulmga sukut qilib turmaslikka chaqirdi. Mavlud Çavuşoğlu efendimning bu jasur harakati chet elda yashayotgan butun Sharq Turkistonliklarni zo'r darajada suyundirdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi boshchiligidagi Uyg'ur tashkilotlari va ba'zi xalqaro kishilik huquq tashkilotlari bu munosabat bilan e'lon qilgan bayonotlarida Turkiya hukumatiga va Mavlud Çavuşoğlu efendimga rahmat etish bilan birga islom hamkorlik tashkilotiga a'zo boshqa davlatlarni Turkiyaning bu xil jasur harakatidan o'rnak olishga chaqirdi. Turkiyaning tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu efendi bundan burunmu Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Oliy Kengeshining yig'inlarida Uyg'urlar masalasini bir qancha qitim alohida tilga olgan edi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengeshining 49-ci navbatlik yig'ini Jenevada davom qilayotgan va yig'inda Uyg'urlar masalasi asosli muzokara temalarining biri bo'layotgan bir paytda Xitoy hukumati 21 mart kuni Beijingda bir yondosh yig'in chaqirib, ilm tahsil qilish va xizmat munosabati bilan Xitoyda turayotgan bir qism ajnabiy ziyolilarni o'ttirga chiqadi hamda shularning eg'izidan Xitoydagi millatlar munosabatining naqadar inoq ekanligi haqida davrang soldi. Xitoy hukumati boshqarishidagi Xitoy xabarlari to'rining 22 martdagi xabarda aytilishicha, mazkur yig'inga qatnashgan Markaziy Millatlar Universitetida ishlayotgan amerikalik professor Mark Levin "Men Tibetlar, Uyg'urlar, Mong'ollar va Xitoylarning birga dars anglaydiganligini va darsdan tushgandan keyin birga o'ynayotganligini ko'rdim" degan. G'arbiy Shimol Millatlar Universiteti, Janubiy Xitoy Millatlar Universiteti qatorliq oliy maktablardagi boshqa chet ellik o'qituvchilar va o'quvchilarmi mushu xildagi inoq maktab muhitini ko'rgandan keyin bakmu ta'sirlanganligini tilga olgan. Ammo ularning hech qaysi Markaziy Millatlar Universitetining professori Ilhom To'xtining Uyg'urlar duch kelayotgan tengsizlik haqida o'z fikrini ifodalaganligi 3 yil muddatsiz qamoqqa hukm qilinganligi haqida so'z qilmagan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumati yaqinqi mezgillardan boshlab mushu xildagi ajnabiy to'r sohiblari, o'qituvchilar va o'quvchilar, sayohatchilar deganlar orqali o'zlarining qandoq mehribon hokimiyat ekanligini tashviq qilmoqda ekan. Bu xil ajnabiylarning ba'zilari Xitoy hukumatining iqtisodiy yordamiga javob qaytarish uchun shundoq so'zlarni qilsa, yana ba'zilarining Xitoy haqidagi yuzaki tushunchasi hamda Xitoy hukumatining uchur kontrolligi ularni ashunda qo'ymoqtirib qo'ymoqda ekan. Yaqinda Angliyadagi kuzatish kameralarining o'rnini Xitoy hukumati orqa taraf bo'layotgan Hewskin shirkatining mahsulotlari egallab ketayotganligi har sonning kuchli diqqatini qo'zg'adi. Kundalik Telegraf gazetining 22 martdagi xabarida aytilishicha, kuzatish kameralari haqidagi yillik yig'inda Angliya biometriyalik nazorat idorasining mas'uli Fraser Samuelson bu vaqtda so'z qilishni rad qilgan. Ma'lum bo'lishicha, hozirga qadar Hewskin shirkatining oz degandimi 1,300,000 kuzatish kamerasi Angliya tavasidagi maktablar va doktorxonalarga o'rnatilib bo'lgan. Bu shirkat 2021-yilda Amerika hukumati e'lon qilgan qora tizimlikka kirgizilgan bo'lib, Sharq Turkistondagi bostirish va lager sistemasiga bevosita hamdamda bo'lganligi ayblangan edi. Xabarda aytilishicha, Samimson apandi Hewskin shirkatining Angliyadagi bosh sheriklariga maktub yo'llagan hamda Uyg'urlar duch kelayotgan muomala haqida xalqaro jamiyatning diqqatini qo'zg'agan bu masalalarga aniq javob berishingizni so'rayman degan. Shuning bilan birga bu xildagi axloq chirikligi va kishilik huquq tafsandachiligiga sukut qilishga bo'lmaydiganligini alohida ta'kidlagan. Navbatda Angliya hukumatining bu xildagi mahsulotlarga qarata tezdan yetakchilik qo'llanmasi tuzib chiqishi talab qilinmoqda ekan. Amerika prezidenti Joe Biden oldimizdagi kunlarda Belgiyada chaqiriladigan 7 davlat boshliqlari yig'ini G7ga qatnashadigan bo'lib, bu yig'inda Yevropa davlatlarining rahbarlari bilan Xitoy hukumatining Rossiya-Ukraina urushiga moddiy jihatdan qanday yordam berganligiga qarab chiqadi ekan. Davlatlik pochta gazetining 21 martdagi xabarida aytilishicha, Joe Bidenning Xitoy bilan Rossiya o'rtasidagi to'siqdan barpo qilmoqchi bo'lishi bu qitimqi yig'indagi markaziy temalardan biri ekan. 7 davlatning Ukrainaga harbiy va insonparvarlik yordami berishi bo'lsa, buningdagi yana bir muhim tema ekan.
Oqsaroydagi amaldorlardan biri bu vaqtda so'z qilib, yaqindan buyon Rossiyaga qarshi iqtisodiy jazo tadbirlarini va eksport cheklamasini e'lon qilish mohiyatda Yevropa bilan Amerika Qo'shma Shtatlarini texmo yaqinlashtirmoqda degan. Xabarda aytilishicha, Yevropa davlatlari Amerika bilan birlikda izchil Xitoy hukumatini bu urushga hamdam bo'lmaslikka chaqirib kelgan bo'lib, Xitoyning Amerikada turishliq bosh elchisi Chingang buningga nisbatan davlatimiz Rossiyaga harbiy qism avatmaydi, ularga iqtisodiy yordammi bermaydi degan. Ammo o'zlarining har qachon tarixning to'g'ri tarafida turayotganligini alohida ta'kidlagan. Ba'zilar shu ahvolga qarab, Beijingning muomalasida o'zgarish ko'rilyotdi. Chunki ular urush to'xtatishni taklif qilyotdi deb qaramoqda deyishgan. Ammo Joe Biden bilan Xi Jinpingning eng yaqinqi telefon suhbatining natijasiz oxirlashishi bu vaqtga borliq umidlarning ko'pikka aylanadiganligidan bishorat deb qaralmoqda deyishgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Görüşkə aman boğaysılar. Xeyri xoş. Erkinlik yolida sudek aktı bizning qanimiz. Sen üçün ey yurtimiz fida bo'lsin.